Assalomu alaykum. Biz jinsiy xohishni pasayishi libido darslarini o'tyapmiz. Bu 6-dars. 6 ta gormon libidoga, jinsiy xohishni pasayishiga qanaqa ta'sir qilishini o'tib beryapman. Kim birinchidan toki 5-gacha bo'lgan temalarni ko'rmagan bo'lsa, bilib olinglar, testosteronni pasayishi jinsiy xohishni pasayishini eng asosiy belgisi hisoblanadi. Undan tashqari estradiolni kamayishi yoki ko'payishi, prolaktinni oshishi, bo'qoq bezini normada ishlamasligi, kortizol gormonini surunkali stressda oshishi jinsiy xohishni pasayishiga sabab bo'ladi. Mana shu 5 ta darsning videosi tayyor, bemalol ko'rishingiz mumkin. Umumiy kartina, umumiy manzarani bilib olish uchun. Endi insulin gormoni haqida, insulin gormoni ko'pligi qorin qo'yib semirishda jinsiy xohishni pasayishini gaplashamiz. O'rtoqlar, diabetni davolash degan jurnal bor. Shu jurnalda 2018-yilda 23 ta maqolani umumiy analiz qilib chiqilgan, 40 mingdan oshiq erkaklarni tekshirishgan va buni natijasiga ko'ra insulini yuqori, qandli diabeti bor erkaklarda jinsiy xohishni pasayishi 200-300% ga ko'p uchlar ekan. Endi har doim ham qorin qo'yib semirgan odam yoki insulini baland odam diabet bo'lmaydi. Baribir ham insulinni balandligi yoki qorin qo'yib semirish metabolik sindrom deydi. Mana shunaqa holatda jinsiy xohish pasayib ketadi. Qorin qo'yib semirib olgan, jinsiy xohishim zo'r, varvarento deb maqtanib yurgan erkak ham ayol ham bekorni etibdi. Haqiqatni Xudo biladi va xotini yoki eri biladi. Aslida hech ham unaqa emas. Yoshligi bilan solishtirsa anchagina farq bor. Endi nimaga insulin ko'p bo'lsa, insulin rezistentli holatda bo'lsa jinsiy xohish pasayar ekan? Birinchisi, insulin gormoni testosteron ishlab chiqaradigan hujayralarga, erkaklarda bu leydik hujayralarga ta'sir qilib, gonadotropin, ya'ni luteinlovchi gormonga sezgirlikni pasaytiradi. Natijada bu odamda jinsiy xohish pasayadi. Davosi insulinni normaga keltirish. Shirinlik yemiz, meva yemiz, tez hazm bo'ladigan uglevodlar borda, misol uchun guruch yoki non, xamirlar. Bular tez hazm bo'lib, tez shakarga aylanadi. Shunaqa narsalarni yemiz, insuliningizni normaga keltirasiz, doktorga borsangiz o'zi davo yozib beradi. Sport bilan shug'ullanasiz, jigarda yog' bosganini kamaytirasiz va natijada insulin gormoni normaga kelgani uchun jinsiy xohishingiz tiklanadi. Xo'p, keyingisi metabolik sindromda insulin yuqori bo'lganda qorin qo'yib semirish yuzaga keladi. Yuzingizdagi yog' yoki misol uchun bo'yningizdagi yog' bezarar bo'lishi mumkin, qo'lingizdagi yog' bezarar bo'lishi mumkin. Tanani issiqligini saqlash, himoya vazifalarini bajarishi, energiya uchun vaqti kelganda ishlatilishi mumkin, lekin qorin qo'yib semirgandagi ichki yog'lar, o'sha charvidagi, jigarni, yurakni atrofidagi yog'lar va qorindagi yog'lar gormonal aktiv hisoblanadi. Umuman yog' to'qimada va jigarda aromataza degan ferment bor. Bu testosteronni, ya'ni erkaklarning gormonini estradiolga, ya'ni sizlarning tilinglarda jenskiy gormonga aylantirib beradigan ferment. Aromataza fermenti qancha yog'ingiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p bo'ladi. Testosteroningiz ko'p ishlab chiqarsangiz ham hammasi jenskiy gormonga aylanib ketaveradi. Mana hozir sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Mana bu bioimpedans degan analiz, yo'q, bu emas. Mana misol uchun bitta erkakni analizi. Uni yog'i o'zi kamida 6 kilo, hozir kattalashtirib ko'rsataman. Kamida 6 kiloyu 600, ko'pi bilan 10 kiloyu 300, o'rtacha 10 kilo yog'i bo'lishi kerak edi. Mana qorin qo'yib semirdi va qorin aylanasi 113 cm, erkaklarda 94 norma, ayollarda 80 norma. Yog'i bo'lsa 30 kilo bo'ldi. O'rtoqlar, 1 tonna ko'taradigan mashinaga 3 tonna ortsa nima bo'ladi? Yoki 10 kilo yuk solsa bo'ladigan paketga 30 kilo kartoshka solsa nima bo'ladi? Endi bu erkakning holatida misol uchun 10 kiloli yog'da bo'ladigan aromatazani o'rniga 30 kiloli yog'da bo'ladigan aromataza bor va testosteronni 3 baravar tez parchalanib ketadi.
mana tekshirib ko'rsanglar shu erkakni testosteroni juda ham kam 7 chiqdi. Женский gormon aromatazasi normada. Lekin nisbati o'zgargan. Erkakda 100 ga 1 bo'ladi. 100 ta erkaklik gormoniga bitta estradiol, женский gormon bo'lishi kerak. Nisbatni 3-4 baravar o'zgarishi kuzatildi. Bunaqa odamlarda jinsiy xohishni pasayishi kuzatiladi. Xo'p, bu ikkinchi mexanizm edi. Qorin qo'yib semirganda aromataza faolligi oshishi hisobiga yog' to'qimalarida testosteronni kamayib ketganiga jinsiy xohish pasayib ketadi. Keyin yog' to'qima bu har doim yallig'lanish degani. Surunkali sizga bilinmagan holatda yallig'lanish kechadi va yallig'lanishga tegishli sitokinlar hosil bo'ladi. Sitokinlar interleykin 6 va faktor nekroza opухолей degan interleykin emas, sitokinlar hosil bo'ladi. Mana shu narsa leydik hujayralar, testosteron ishlab chiqaradigan hujayralarga ta'sir qilib, erkaklik gormonini kamaytirib yuboradi. Shuning uchun ozsiz, surunkali yallig'lanish kamaysa, testosteron ishlab chiqarish tiklanib, jinsiy xohish tiklanadi. Va yana bitta narsa, qaranglar. Insulin gormoni ko'pligi GSPG, ya'ni jinsiy gormonlarni bog'lab oladigan globulinni kamaytiradi. Lekin jigarda yog' ko'p bo'lgani uchun kimning insulini yuqori bo'lsa, jigari yog' bosadi. Lekin jigarni yog' bosgani uchun baribir ham GSPG kam bo'lsa ham, past bo'lsa ham insulinni balandligi GSPG ni pasaytiradi. Lekin GSPG si past bo'lsa ham shunaqa paradoks kuzatiladiki, bu odamning testosteroni pasayib, GSPG kamaygani hisobiga estradiol oshib ketadi. Svobodniy testosteronni oshmaydi, battar aromatizatsiya kuchli bo'lib, estradiol oshib ketadi va estradiol u ham jinsiy xohishni pasaytiradi. Ikkinchi darsda o'tdik, estradiol женский gormon kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham jinsiy xohish pasayadi. Xullas davosi ozish kerak. Insulinni normaga keltirish kerak. Men sizlarga jinsiy xohishni 6 xil mexanizmini pasayishini aytib berdim. Xo'p, bu bittagina muxlisimizni yoshim 42 da jinsiy xohishim umuman past degani uchun biz jinsiy xohish, ya'ni libido, jinsiy quvvat emas, libidoni, jinsiy xohishni nimaga pasayib ketishi mumkinligini aytdik. Endi o'sha muxlisimiz yoki shunga o'xshagan odamlarga nima demoqchiman? Demak, shunaqangi 6 ta mexanizmi bo'lsa, siz uyda buni davolab bo'lmaydi. Uyda buni davolab bo'lmaydi, tinchgina doktorga borib davolanish kerak. Endi kelmoqchi bo'lsanglar yoki murojaat qilmoqchi bo'lsanglar, adres mana shu yerda. Men Level Med degan klinikada ishlayman, adresi mana yoki mana klinikani telefoni, kerak bo'lsa telefon qilib, qaysi kuni borsa bo'ladi, soat nechiga borish kerak, ochib boramanmi, to'q boramanmi degan savollarni berishinglar mumkin. O'rtoqlar 1-2 haftalik yangi svejiy analiz bo'lsa olib kelinglar, lekin 1 oylik, 2 oylik yoki undan 1-2 yillik eski analizlar kerak emas. Mana ko'ryapsizlar, qaranglar qancha gormonga bog'liq ekan. Bularni to'liq tekshirib, polniy check-up, biza nima qilishni o'zimiz yaxshi bilamiz. Misol uchun avtoservisga BYD ni olib borsangiz, kompyuter diagnostika qiladimi, nima qiladi, o'zi yaxshi biladi. Yoki Hyundai Santa Fe'ni o'sha Hyundai centerga olib borsangiz, polniy qanaqa tekshirish kerak bo'lsa, texosmotorni o'zi yaxshi biladi. Biz ham texosmotorni o'zimiz yaxshi bilamiz. Bemalol tekshirib, bemalol davolashni xohlaymiz. Shuning uchun onlayn qilib bering, balo qilib bering, battar qilib bering yoki bitta-ikkita analizga qarab davo yozib bering degan gaplar bo'lmasin. Bu jiddiy narsa, jinsiy xohishni pasayishi. Endi vaqtinglar bo'lganda, sharoitinglar bo'lganda kelarsizlar, tekshirib mayli davolanarsizlar. Mana bu meni telefonim. Telefon qilib ovora bo'lmanglar, ko'tarmayman, lekin Telegramdan yozsanglar javob beraman. Bu telefon Telegram uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim avvalgi darslarni ko'rmagan bo'lsa, ko'rib qo'ysin.